Turkiyaning o'sha mashhur lokmasi endilikda Namanganda. To'chni bilaman, Namanganda hali bunaqa shirinlikni tatib ko'rmagansiz. Turkiyada o'sha mashhur lokmasi endilikda o'zimizni Namanganda. Okalar buni ko'rinishiga bitta baho beringlar. Takoy ko'rinishini o'xshashi mumkin ko'p joyiga, no ta'mi Namanganda nomer 1. Haqiqatan ham o'zgacha. O'zimni Turkiyada yurgandan-ka his qildim. Lokma House'dan siz bubble tea, mojito, iced tea, marojnilarni topsangiz bo'ladi. Va undan tashqari fondi, gonkongskiy vafli, xullas vaflining barcha turidan bor ekan. Bemalol kelib yaqinlar bilan tanovul qilib ketsangiz bo'ladi. O'tirish uchun tashqariga shunaqangi chiroyli joylarni qilib qo'yishgan ekan. Undan tashqari ichkarida ham bu videoni siz bilan birga shirinlik yemoqchi bo'lgan do'stingizga yoki dugonangizga yuborib qo'ying. Manzillarimiz Novoy Koltovoydan qayrilib Sardobaga ketishda shunaqani yo'l yuzdi. Peshxo'tuzda Xamenan Lokma House'da kutib qolamiz.